Mana o'sha soatni pastdan olamiz, tepasidan oluvdim. Soatlar mana farklı. Sidney ko'rsatadi, tepasida buni Christopher Cook qilgan clockmaker. Bu tarafida boshqa joyi soatda bittasi tushib qolibdi. Qisqachasi mana shu mashhur soat shu yerda joylashgan. Yo'limiz, sayohatimiz davom. Sidneydan davom qilamiz. Bino lekin juda ham chiroyli, tarixiy bino ichida qilingan. Juda ham chiroyli qilib qilishgan. Bu yerda har xil nima deydi? Yoshlarni ko'rasiz, mana yoshlar bu yerda kelib syomkalar qilishadi. Bu binoni chiroyligini qarang, mana bu yoq tarafdagi chiroyligini qarang. Kelib ko'raylik u yoqdagini. Yaqindan ko'raylik. Oldini shishalar bilan qilingan, bular hammasi shisha parchalardan naqshlar qilingan. Open Victoria Building ochilishi ekan bu. Yozilgan 1998. Qara, 1898, ko'zimdan to'g'ri ko'rmasa, 1986 da restavratsiya qilingan ekan. Qurilgan yili 1898. 94 yildan keyin restavratsiya qilishgan ekan. 94 yildan keyin, pashti 1 asr tilga olsana. 1 asrdan keyin restavratsiya qilingan bu bino mana shundayligicha turgan hali. Qarang, qanaqa chiroyli qilib ishlangan. Tepasida mana gumbazi qarang. Gumbazni ko'rsatishga harakat qilyapman. Televishkaga chiqdik. Televishkani tagidan downtownda yuribmiz. Торговый центr bu yoqda kirgan edik. Endi davom qilyapmiz shahar markazini aylanishga. Chiroyli, hamma davlatda shahar markazlari, downtownlari shunaqa chiroyli markalar joylashgan. Eng chiroyli binolar bu yerda qurilgan. Chiroyli binolarga yaxshi markalar joylashib olgan desak noto'g'ri bo'lmaydi. Odam ko'pligidan hamma bir-biriga yo'l berib o'tadi. Bir-biriga urilmasdan hurmat bilan o'tishadi. Yo'lni bu yoqqa o'tarkanmiz. Taksi juda ham kam ko'rdik. Shahar markazida ko'rdik. Boshqa joylarda taksi pashti ko'rmadik desak ham bo'ladi. Bu yer ham торговый центр. Binolari qarang, mana bu bino ham juda chiroyli qilingan ekan. Ustida qushlar, arslonlar rasmi bor. Mana bu Elizabeth торговый центr. Sayohatimizga davom. O'zimga qaratib syomka qilib, chunki ko'pchilik yoqtirmaydi yuzini syomka qilganingizda. Avstraliya ko'chalarida davom qilamiz. Ozginadan keyin yana boshqa joylarga boramiz. U yerlarni ham ko'rsatib tushuntirib o'taman. Bu yerda nima ekan? Harvard State, Stewart. Mana bu ham tarixiy bino. Say too much Friday jo'nadi. Торговый centrdan chiqdik, o'rtoqlar, endi shahar yon taraflarini aylanib yurimiz. Juda ham chiroyli qilishgan mana bu yerlari haykallar bilan. Va to'g'rida eng katta Avstraliya, Sidney eng katta katedrali, serkiti ekan. Mana bu parklarni qarang, chiroyligini, daraxtlarni. Bu daraxtlardan oldin chiqatda ko'rmaganman. Juda ham chiroyli. Bu katedral, eng katta katedrali ochiq ekan, lekin ichiga kirmasak kerak deb o'ylayman hozir. Aylanib, bu taraflarni aylanib ko'ramiz. Parklari juda chiroyli. Bu yer Victoria bu tarafi aylanib yurganimiz. Nomi Victoria, o'shaning uchun hamma joyda Elizabeth Victoria'ni haykallari qo'yilgan. Mana bu tarafdan keldi, to'g'rida mana Victoria'ni haykali turibdi.
Juda chiroyli. Hozir bizda yoz, Toshkentda sovuq, lekin bu yerda 39-30 daraja issiq yoz Avstraliya Sidneyda. Televishkasini yonda yuribmiz, teyda yuribmiz. O vishkaga chiqib bu yerdan ham 360 daraja tepadan tomosha qilsa bo'ladi. Torontoda qiluvdik. Bu safar Avstraliyada chiqmaslikka qaror berdik. Lekin men bu parkka, men bu daraxtlarga haqiqatan gapi yo'q desam bo'ladi. Juddiy ham chiroyli. Katedralni ichiga kirishga qaror berdik. Ochiq ekan, kirsa bo'lar ekan. Borib kirib ko'raylik dedik, ichi qanaqa ekan. Duomo katedrali boshqacha edi. To'g'ri degan bir eski tarixiy bino, lekin u katedral emas, davlat binosiga o'xshayapti. Davlat idoralari so'rab ko'ramiz hozir. Davlat idorasi ekan, chunki bu yerlarda asosan bu tarzdagi binolari davlat idoralari bo'ladi, upravleniyalar bo'ladi, ministerstvolar qisqacha qilib aytganda. Shu aytganimizdek. Tanga pullari bosadi. Yo'lni chiroyligini qarang, o'tibamiz. Buni chiroyligini. Katedralga kirib ko'ramiz. Hozir katedralni ichini ham ko'ramiz. Duomo katedralini ko'rganmiz, u boshqacha edi, to'g'rimi? Juda ham chiroyli edi ichi. Endi hozir bu yerdagi katedralni ham ko'ramiz. Aradagi farqini ko'ramiz. Bu ham katta. Rasmga tushyapti, xalaqit bermasdan o'tib olsak. Bu taraflarda juda ham chiroyli. Haykal qilib qo'yishgan. Haykal yonidan bolalar bilan o'qiyotgan bolalarni qilib qo'yishgan. Endi ichini kirib ko'ramiz. Aha, men shortidaman, lekin yo shortim uzun. Ha, qo'lsiz mumkin emas ekan. Demak, kiramasam kerak. Dress code is okay or no? Yo'q, kirsam bo'ladi. Shortim chunki kalta emas, uzun. Voy bu juddiy katta katedral ekan bu ham. Oh, kattaligini. Bu yerga kelib diniy ibodatlarni qilishadiganlar, bu yerdagilar. Bu yerda ham seremoniyalarni o'tkazishadi. Diniy seremoniyalarni bu yoqqa o'tolmasligimiz qo'yib qo'yishgan. Bu tarafdan o'tib yo'llarni hozir ko'rsataman. Videoga olib olamiz. Bu yerdagi katedral Italiyada ko'rgan katedrallarimizdan boshqacha. Bu yerdagisi boshqacha. Bu ham lekin juda katta ekan. Buni qachon qilinganligi, qurilganligi haqidagi informatsiyani so'rab ko'ramiz. Katedral haqida yoki internetdan informatsiya olib ko'rsatamiz. Bu yerda mana mum yoqishadi. Niyat tutib, bu yerda mumlardan olib, bu yerdagi olovchalardan olib mum tutishadi. Bu tevaraklarda sekingina gapiramiz, ko'p yuksak ovozda gapirish mumkin emas. Hamma joyda mumlar qo'yib chiqishgan. Bu yerda pianino ham turibdi, pianinoni chalishadi. Bu yerda ham tepada Krista Hazrati Isoni qilishgan. Uni tepada yonidagi ko'ruvchilar mana bu yerda mana Hazrati Isoni qo'yib qo'yishgan. Bu yerda ham mum, hamma joyda mum yoqishar ekan.
Bu yon tarafdan kirib, menimcha papa deymiz. Bu yerda nutq so'zlaydi deb o'ylayman, bilmadim. Yana o'zlarini seremoniyalarni qilsa kerak. Bu yerda ham bir joy bor. Alohida har bitta bo'limi bir ma'noga ega bo'lsa kerak. Bu minoracha ekan, mana bu yerdan chiqib tepadan gapirsa kerak. Tepadan kirish eshiklari. Bir nechta kirish eshiklari bor. Endi astagina ko'rsak ham bo'ladi. Katedraldan va davom qilamiz yo'limizni. Katedralni ham ko'rdik. Endi yo'limiz davom. Parlament binosiga qarab yuramiz. Sen ham burnini tutib rasmga tushyapsanmi, Arserol? Bu juda ham mashhur 1968-yilda qo'yilgan. Bu haykal hamma mana shunday qilib rasmga tushadi. Niyat qilib burnini pashalashadi mana shunda. O'shaning uchun rangi mana bunaqangi o'zgargan. Mana biz ham shunday qilib niyat qilib hali niyat qilmadik. Arserol mana videoga syomka qilib turgunimcha rasmga tushirib oldi. Mana bu yerda bu haykal Sidney tarixiy binosi, bu hospital, ko'z bolnitsasining yonida. Mana bu yerda tarixlarni ham yozib qo'yishgan. Nima uchunligini. Endi odamlar shunaqa qilib, ushab niyat qilib, balki bir ikki kishini niyati amalga oshgan bo'lsa, ixlos xolos qilgan bo'lishi ham mumkin. Ha? Başka birini tutsaydılar. Tutsan. Endi shaharda yana ham yo'limizni davom qilamiz. Ko'chalar juda ham chiroyli. Aha, mana bu yerda o'ng qo'l tarafda Sidneyning parlamenti ekan. O'rtoqlar, bu ham tarixiy binoda joylashgan. Angliyaning ham parlamenti unaqa kattakon parlament emas. Kirishi 80 metr oldida ekan. Endi конечно bizani olishmaydi parlament ichiga. Bu yerda ham parlament unaqangi gigant bino emas, lekin tarixiy binoda joylashgan. Parlament ro'parasida yana mana bu yerda ro'parasida bu ham tarixiy church. Shu bir turli o'rgana olmadikda serkov ibodatxona. Uni ichiga kirmasak ham bo'ladi, ibodatxonalarning ichi hamon bir xil. Parlamentda lekin kichkinagina emas ekan, uzun, sekin yuribmiz. Eng chiroyli ko'chalardan mana bu yerda. Keyin bu yerda mashinalar teskari yuradi, o'rtoqlar, o'shaning uchun mashina arendaga olmaslikka qaror berdik. Hamma narsa teskarisi. O'rganmagunizcha rulga o'tirib bu yerda mashina haydolmaysiz. Biz o'ng tarafdan haydamaymiz, chap tarafda, bu yerda o'ng tarafda. Parlament oldida ham juda chiroyli park bor. Mana parlament binosi yonida, Arserol parma havasi parlamentga. Va bu joy mana parlamentni tugashi bilan kutubxonasi, juda ham katta kutubxona, kitobxonami, kutubxonami o'zbekchasi? Kutubxona? Türkçesi kütüphane. Kitobxona, biblioteka, ya'ni ruschasini ayta qoling. Kutubxona, kitobxona. Biblioteka qisqachasi topolmasak, topgan gapimizni aytib ketaveramiz. Aybga endi buyurilmaydi. Mana kattaligini qarang, juda ham katta. Kanadadagi kitobxona ham, kutubxona juda katta edi. Bu yerdagi undan qolishmasgan. Baland, tepada 3-4 etaj va pastga ham ketadi. Mana bu ham Michel Building deb nomlanarkan.
Conference room, galereya ekan bu yog'i, library, ya'ni kutubxona. Juda chiroyli bu bino ham. Shundagina parlament yonida, kitobxonani yonida, downtownda, hammasi shahar markazida, Sidney markazida joylashgan. Mana bu daraxtlarni, shu daraxtlarga oshiq bo'ldim. Judayam chiroyli daraxt. Buni endi kattaligini tasavvur qilib bera olmayman. Har bitta tanasi 25-30 metrni qoplarkan. Pastki gavdalari, tomirlari yer ustiga ham chiqib ketar ekan. Bu hali ko'rganlarimiz yonida eng kichkinalardan bittasi. Endi yo'l o'tishimiz kerak. Davom etamiz. Shahar markazidan syomkalar qilishga davom. Yo'l o'tishimiz kerak. Bu yerda xohlaganingizdek yo'l o'ta olmaysiz. Svetoforda sizga yashil yonmaguncha o'tishga haqqingiz yo'q. Turasiz, kutib turasiz. Juda ham sabrli bo'lish kerak. Biznikidek yonmasa ham yugurib chopib mashinaga olib o'ta olmaysiz. Balli bir правилasi, qonun qoidasi bor. Tutish majburiyati. Menga ko'proq Sidney yoqdi. Kanadami Sidneymi desa, men Sidneyni, Vancouvermi desa, Sidneyni tarjima qilardim. Kanada ham o'zicha chiroyli, o'rmonlari juda chiroyli. Kanadani o'rmonlariga gap yo'q, tabiatiga gap yo'q. Shaharlari ham chiroyli tabiiyki, ya'ni downtown Vancouverda chiroyli, lekin Avstraliya undan ham chiroyli ekan. Men Avstraliya tarjima qilgan bo'lardim. Juda chiroyli, toza, hamma joy toza. Bu yer ko'proq yoqdi. Chunki bu yer Amerikaga emas, Yevropaga qarashli bo'lganligi uchun, Yevropa sistemasi ko'proq bo'lganligi uchun bu yeri tartibli. Mana yo'lni qarang, avtobuslar xuddi biz o'tishimizni kutib turishdi sabr bilan. Signal chalish yo'q. Mana bu bino ham Martin Palace, juda chiroyli ekan. Yo'llarni qarang, chiroyligini. Toza, juda toza. Daraxtlarni ham qo'riqlab qo'yishgan hammasini. O'rtoqlar, qisqachasi Avstraliya uchun vizalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar, chiqaverasizlar, biz yordam beramiz qo'limizdan kelguncha. Avstraliyada ko'rishguncha. Bugunlik yetarli deb o'ylayman. Syomkalarimiz ertaga davom qilamiz. Qani ertaga xayrlarga boramiz.